Diqqati holiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda 11, 12, 13 va 14 aprel kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13 aprelda 10-15 daraja, 14 aprelda 12-17 daraja, kunduzi 11-12 aprelda 23-28 daraja, 13-14 aprelda 25-30 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 11-12 aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 13-14 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 11-12 aprelda kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja. 13-14 aprelda kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 11-12 aprelda Qashqadaryo viloyatida ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 11 aprelda 8-13 daraja, 12-13 aprelda 10-15 daraja, 14 aprelda 12-17 daraja, kunduzi 11-12 aprelda 23-28 daraja, 13-14 aprelda 24-29 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 11-13 aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 13-14 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 11-12 aprelda kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja. 13-14 aprelda kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja bo'ladi, deyiladi xabarda.